Ayyomingiz muborak, aziz va mo'tabar onajonlar va qadrli opa-singillar. Sizga joni fido ayoldir u. 605 902. Aziz Munis va muhtaram onaxonlar va opa-singillar, sizlarni kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan muborakbod etamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik va yuzingizdan hech ham tabassum arimasligini tilab qolamiz. Baxtimizga har doim sog'-omon bo'linglar. Yashil rang, yasharish. Adolatli kadrlar siyosati. Andidan umid kutgan. Kaltaroq bo'ladimi? Kaltaroq. Boshlaymiz? Дорогие дамы, от всего нашего мужского коллектива искренне поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, также много прекрасных моментов в жизни. Спасибо вам за ваше терпение, труд, доброту и красоту. Ваша сплоченность сделает наш коллектив дружнее, сильнее. Спасибо вам за все. С 8 марта. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u. Ayol aziz bahor bayrami bilan ishinglarga rivoj tilaymiz, oilaviy tozalik tilaymiz, bola chaqaning rohatini ko'ringlar. Sizlar tufayli mana shu davlatda, xalqimizda nima deydi, oqilli odamlar, olim olimlar dunyoga keladi-da. Nima deydi, oilaviy tozalik hech qachon tark etmasin. Oilaviy xotirjamlik, bolanglarga bosh bo'linglar. Turmushga chiqmanglar, turmushga chiqinglar. Ular yaxshi kunlar ko'rib yursangiz, bizlar baxtli bo'lib yuramiz. muqaddas ayol. Bugungi mana kirib kelayotgan 8-mart xalqaro ayollarimiz bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim hamisha sog' bo'linglar, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Ayollarga emas, hasratga to'ydirgan aql u haq